Ayollar gormonal buzilishlarga, ayollar kista miyomasiga, ayollar tuxumdon faoliyatini, aysitikini to'g'rilaydigan bir mo'jizaviy giyohni aytib o'taman. Uy sharoitida hamma joydan topsangiz bo'ladi. Hozir sezoni, shalfe, ya'ni mavrak. Juda ko'p insonlar bilsa kerak buni. Birodarlar, buni sevejisi hamma joyga tiqilib yotibdi hozir. Xudoning ne'mati. Agar buni sevejisini topa olmasangiz, bozorlarga borsangiz, quritilganda sotadi. Arzimagan turadi, lekin ayollar faoliyatiga, ayollar shamollashiga, ayollar jenskiy zableveniyaga juda foydasi katta tabobat olamida. Buni yaxshilab maydalaysiz, quritib, soyaga quritib, bir choy qoshiq 400 gram qaynagan suvga yarim soat damlab, 200 gram ertalab, 200 gram kechqurun iste'mol qilsangiz agar, ayollar kista miyomasiga, gormonal buzilishlarga, ayollar insulin baland bo'lsa, insulin me'yorlashtiradi. Juda ko'p insonlarga berdik, foydasi yaxshi yordam beradi. Befarzandlikka ham yaxshi yordam beradi. Ayollar tuxumdon faoliyatini, folikula va o'z vaqtiga yorilishni yaxshi yordam beradi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying, uy sharoitiga yaxshi yordam beradi mana. Mavra